tarbiya olasizlar. Deylik, pedagogika yo'nalishida balkim o'qigandirsizlar. Men o'zim pedagogika psixologiya yo'nalishini tamomlaganman. Aynan psixologiya yo'nalishida ustoz hisoblanaman va hozirda pedagogika psixologiya yo'nalishida bo'lajak psixologlarni tayyorlash bilan shug'ullanaman. Ya'ni Nizomiy nomli Toshkent davlat pedagogika universitetida pedagogika psixologiyadan dars beraman. Va o'zim shu pedagogika yo'nalishida bo'lib turib, tarbiya masalasida, bolalarni aynan tarbiyasi masalasida juda ham katta bir muammo borligini bilaman va sizlarning ham fikringlar menga juda ham qiziq. Hozir chat ochiqmi muxlisa? Ko'rsak bo'ladimi? Tinglovchilarimizning fikrini ko'rsak bo'ladimi? Xo'p. Hozir men ko'rinib turibmanmi sizlarga? Menga ko'rinmayapti, lekin chatimiz ochiqmi? Ochiq. Xo'p, darsdamiz deb yozibsizlar. Xo'p. Baqirmaydigan mana bo'ldi, ko'rdim. Menga ovoz umuman eshitilmayapti. Dilnozaxon Yo'ldasheva, bir o'zingizni nastroykalarni tekshirib oling, chunki juda ko'pchilik eshityapmiz, darsdamiz, ko'ryapmiz deb yozishibdi. Xo'p, assalomu alaykum va alaykum assalom. Demak, baqirmaydigan onalar kitobini o'qib ko'rganman, lekin boshidayoq yengildim. Bir hafta zo'rg'a baqirmay yurdim. Xo'p. Yana, xo'p, kitob o'qiyman. Xo'p, rahmat fikringlar uchun. Yana qaysi manbalardan foydalanasiz va nega bu keyingi savolim. Hozir bir xo'p, ko'rinyapti, sizni kuzatyapmiz. Xo'p, rahmat kattakon. Ma'ruzalar eshitaman. Xo'p, Nurxon, rahmat. Yana ma'ruzalar eshitaman, kitob o'qiyman, darslar ko'raman. Yana fikrlaringiz menga juda ham qiziq. Aynan qaysi manbalardan farzand tarbiyasida foydalanyapsizlar hozirgi kunda? Men rosa asabiyman. Bir bora eshitaman, bolamni ikkinchisiga baqirib yuboraman. Xo'p, onlayn psixologlarni tinglayman, YouTubedan dars olaman. Xo'p, psixologiya kurslarida qatnashaman. Xo'p, rahmat hammanglarga fikringlar uchun. Endi keyingi savolimni bermoqchiman. Mana shuncha ilm oldinglar, demak, tushunishim bo'yicha foyda bermayapti. Tushunishim bo'yicha besamar va keyingi savolim bu yerda aynan shaxsiy fikringlar kerak. Nega ishlamayapti deb o'ylaysizlar? Nega bu bilimlar ishlamayapti? Nega? Bu keyingi savolim. Xo'p, nega olingan shuncha bilimlar ish bermayapti? Xo'p, savollaringizni keyin oxirida o'qiyman. Qizlarjonlar, farzand tarbiyasida qanday kitoblar o'qish kerak debsizlar. Hozir kelinglar, bugungi darsni eshitamiz. Savol-javoblarda aktiv qatnashamiz va darsdan keyin yana savollaringiz bo'lishi tabiiy. Balkim hozir bermoqchi bo'lgan savollaringizga javob olarsizlar, balkim yangi savollar tug'ilar. Uni darsdan keyin oxirida berishinglarni iltimos qilib qo'ygan bo'lardim. Hozirda men berayotgan savollarga javob berishinglarni xohlardim. Xo'p, demak, nimaga ishlamayapti deb o'ylaysizlar? Xo'p, o'zimizda ishonch, qunt yo'q. Iroda Muhammadiyeva, juda to'g'ri. Fikringizga qo'shilaman men ham. Assalomu alaykum. Baqiraman. Ko'proq psixologiya maslahatlari, ma'ruza eshitganman. Audio kitob o'qiganman. Kaltaklamasdan o'rgatib tushuntirishga harakat qilaman. Mendan qo'rqmasa boshqa hech kimni aytganini qilmaydi. Xo'p, o'zimni boshqara olmayman. Hammasi o'zimdan, chunki o'zimni asablarim tinch emas. Xo'p, Muhabbatxon, juda ham to'g'ri bu fikringiz. Boshqa narsalarga
ko'p e'tibor qilamiz va charchaymizmi debdilar. Xo'p, to'g'ri, bu fikringizga ham qo'shilaman. Juda to'g'ri. Hamma fikrlaringlar haqiqatda oltinga teng, chunki bu tajriba qizlar. Bu shunchaki sizlarning fikringiz emas, bu har bittinglarni bitta farzandinglar bo'ladimi, ikkitami, uchtami, har bittinglar qaysidir usullarni qilib ko'rgansizlar va hozirda yozayotgan narsanglar, yozayotgan fikringlar bu sizlarning shaxsiy tajribangiz, qaysidir etaplardan o'tgan, qaysidir bosqichlarni bosib o'tgan tajribangiz. Shuning uchun hech qachon uyalmanglar fikringlarni aytishga, fikringlarni bo'lishga. Ayniqsa o'zim so'rab turganimda men faqat qo'llab-quvvatlayman. Balkim siz aytayotgan fikrlar hozirning o'zida kimgadir bir daldami, yordammi bo'lishi mumkin. Shuning uchun fikringlarni bo'lishdan hech qachon qizg'anmanglar, ayamanglar. Ayniqsa konstruktiv, pozitiv fikrlaringlarni bo'lishinglarni tarafdoriman. Xo'p, diniy tarbiyalarni eshitaman, ko'p roliklarni eshitaman, lekin 1 yoki 3 kun amal qila olaman, xolos. Xo'p. PUBG'ni yo'q qilish kerak. PUBG'ni kim o'ynaydi, Gulnoza? Sizmi yo turmush o'rtog'ingizmi yoki farzandlaringiz o'ynashadimi? PUBG'ni yo'q qilsam samarali bo'ladi demoqchisiz, to'g'rimi? Men baqirib urishsam, bolalarim aytganimni qiladi. Urishmasam aytganimni qilmaydi. Xo'p, Sabohatxon, fikringiz o'rinli, juda ham tushundim. Shu haqida gaplashamiz bugun, xudo xolisa. O'zimizda xohish yo'q debsiz. Va ajabo, o'zimizda xohish yo'q. Nima demoqchisiz shu fikringiz bilan? Menga shu fikr juda ham qiziq bo'ldi. Ismingizni yozmabsiz, uchta gulcha bilan belgilangan. O'zimizda xohish yo'q deganda nimani nazarda tutyapsiz? Xo'p. Eshitganlarimni amalda qo'llash qiyindek tuyuladi. Xo'p, zo'r. O'qiganlarimga 100% amal qilmasam ham menda ishlayapti. Alhamdulillah, Allohdan duo qilib so'rash kerak. To'ppa-to'g'ri. Avvalambor duo qilib so'rash kerak va niyatni to'g'ri qilish kerak. Asablarni buzib tashlaydi. Xo'p, eshitamiz, lekin amal qilmaymiz. Sabr yo'q, toqat yo'q. To'ppa-to'g'ri. 25 soat bolalar bilanman. 25 soat bolalar bilanman, balki zerikib ketgandirman. Xo'p, atrofdan bizga beriladigan bosim ko'p. Xo'p, hozir ko'p ayol kelinlar qaynotani qo'ynini olish, uy ishlari bilan ovora bo'lib qolgan. Shu uchun ham bola bilan ko'p vaqt o'tkazmaydi debsiz. Xo'p. Men oldin ko'p asabiylashib, ko'p urishardim. Hozir deyarli urishmayman. Xo'p, Muqaddas opa, zo'r tajribangiz bor ekan. Bemalol guruhda yozib siz ham bo'lishingiz mumkin. Men o'zim ham 3 ta farzand onasiman. Men o'zim ham pedagogika psixologiyani ilmiy asosini bilganim bilan farzandlar bilan duch kelganda, ularning muammolari bilan duch kelganda ba'zan emotsiyalarga berilib qo'yaman. Umuman baqirmayman, urishmayman desam, men ham yolg'on gapirgan bo'laman. Har qanaqa ilmingiz bo'lgan bilan, tajribangiz bo'lgani bilan ba'zida emotsiyalarga hammamiz ham berilib qo'yamiz. Faqat meni farqim nimada? Men nima uchun shunaqa sodir bo'lganini albatta tahlil qilaman va uragan tinchigandan keyin shu jahl otidan men ham farzandim ham tushganimizdan keyin bolalar ham ko'nikishgan shunga, albatta o'tirib gaplashib olaman. Hozir bilasizlarmi nima bo'ldi? Nimaga hozir shunaqa urushdik, nimaga hozir sizlardan jahlimiz chiqdi va bolalarimga tushuntirganman. Men qachon sizlarni urishaman, qachonki sizlarni hayotingizdan xavfsirash holati menda sodir bo'lsa. Masalan, eshikni deylik beganaga ochib qo'yishsa, shunaqa jiddiy sabablarda yoki deylik ko'chadan, maktabdan qaytayotganda birov bilan gaplashganini eshitib qolsam, mana shunaqa jiddiy sabablarda men ham qo'rquvdan, bir xavotirdan bir qattiq gapirib qo'yaman va lekin albatta gaplashib bo'lganimdan keyin farzandlarimga tushuntiraman. Hozir nimaga sizlarni urishganimni bildinglar, tushundinglar deyman. Nimaga urishdim deb ularning fikrini so'rayman. Chunki ona urishganda bola onani emas, o'zini yomon ko'rib qoladi. Mana shu eng dahshatlisi. Bola men mehrga noloyiq ekanman. Men onamni ranjitdim, men yomon ish qildim deb emas, men yomon bola ekanman, men yomon inson ekanman degan fikrga borib qolishi eng dahshatlisi. Men yomon ish qildim va men yomon insonman. Farqini ko'rasizlarmi? Men yomon ish qildim degani, men yomon ishimni har qanaqa vaziyatda, har qachon, har qanaqa holatda to'g'rilash imkonim bor. Men yomon insonman deganda nima qila olaman? Men yomon insonman, bo'ldi. Menda aybdorlik hissi paydo bo'ldi. Men yomon insonman, men buni to'g'rilolmayman. Buni to'g'rilash bo'yicha menda hech qanaqa malaka yo'q. Bo'ldi, men tormozlarni men shu joyda qotaman. Tushuntira oldimmi? Agar yoningizda qog'oz ruchkalar bo'lsa, men fikrlarni aytib ketaman, insaytlaringlarni yozib ketib, darsdan keyin
nimalar darsdan olganinglarni menga yozib ketsanglar, judayam xursand bo'lgan, meni xursand qilgan bo'lardinglar va judayam ruhlantirgan bo'lardinglar keyingi yana shunaqa darslarni o'tkazishga. Demak, hammanglarni fikringlarni ulgurganimcha o'qidim. Qolgan fikrlarni hozir dars o'tib bo'lgandan keyin yana o'qiyman. Hammanglardan judayam minnatdorman fikr bildirayotganinglar uchun. Va birinchi aytmoqchi bo'lgan gapim, nimaga bizda olgan bilimlarimiz ishlamaydi. Bundoq olib qarasa, darslarda berilayotgan fikrlar deyarli bir-biriga o'xshash. Bundoq eshitsanglar, sizlar ham buni biladiganday, sizlar ham tushunadigandaysizlar, lekin nimagadir amal qilishga kelganda hamma tormozlanib qoladi. Nimaga? Buni o'ziga yarasha bir nechta etap sabablari bor. Birinchi, men o'zimda anglagan sababim, men sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Biz ko'pincha ma'lumot eshitganimizda ikki xil o'y-xayol keladi miyamizdan. Birinchisi, bu bo'lmagan gap. Bu bo'lmagan gap, buni hech qachon qilib bo'lmaydi, buni hech kim qila olmaydi. Ya'ni inkor qilamiz. Bu bo'lmagan gap deymiz. Men yozib olishinglarni xohlardim. Bu juda ham haqiqatda ishlaydigan, foyda beradigan ma'lumotlar. Va ikkinchisi, men buni shundoq ham bilardim. Men bu ma'lumotni shundoq ham bilardim. Men eshitgan narsamni aytyapti, hech qanaqa yangi narsa olganim yo'q. Demak, birinchisi ma'lumot eshityapmiz, dars eshityapmiz. Birinchi biz aytayotgan fikrimiz, birinchi kategoriya odamlar, ya'ni odamlar ikki toifaga bo'linyapti. Birinchi toifa aytayaptiki, bo'lmagan gap, bu narsani hech kim qila olmaydi, qilish iloji yo'q deyapti. Ikkinchi kategoriya odamlar nima deyapti? Bu narsani shundoq ham bilardim. Shundoq ham eshitgan edim. Hamma eshitib bo'lgan gaplarni gapiryapti, deymiz. Demak, ikkala toifada ham nima yo'q? Ahamiyatli nima yo'q? Ikkala toifada ham qabul qilishga ochiq maydon yo'q. Yo'q, biz yopib oldik. Birinchi toifa shunda inkor qilib yopib oldi. Bo'ldi, menga kerak emas bu ma'lumotlar dedi. Menga kerak emas deb yopilib oldi. Ikkinchi toifa odamlar aytdiki, men buni eshitganman dedi, yopilib oldi. Mayli, birinchi toifa alohida. Ular endi ilmga ochiq emas, yopiq, o'zi vaqt soati kelganda balkim yetib kelar shu darajaga. Hali, demak, tayyor emas bu berilayotgan ilmga. Ikkinchi toifa haqida gaplashaylik. Qur'oni Karimni Zariyat surasi 55-oyatda aytilgan. Mo'minlarga eslating, eslatma, mo'minlarga manfaat keltirur. Nima uchun shunaqa deyilgan? Hammamizni yaratgan egamiz Robbil alamin bizani unutuvchan qilib yaratgan. Unutuvchan qilib yaratgan. Biz hammamiz u yoki bu ma'lumotlarni bilamiz. Bizning ong ostimiz juda ham aqlli, u yoqda juda ham ko'plab ma'lumotlar bor, lekin shunga qaramay unutamiz. To'g'rimi? Hammamiz unutish qobiliyatiga, unutish bilan ne'matlantirilganmiz. Nega ne'mat? Chunki unutish ne'mati bu aldovlar, tuhmatlar, g'iybatlar, xiyonatlar, yo'qotishlar, yaqin kishilaringizni yo'qotishlarini unutib, bundan buyog'iga dalshi yashab keta olishingiz uchun berilgan ne'mat hisoblanadi. Lekin bu ne'matni hisobidan biz foydali narsalarni ham unutib qo'yamiz va ularni eshitganimizda bizga tuyuladi. Biz bu ma'lumotni bilamiz-ku deymizda yopilib olamiz. Shunda nima bo'lyapti? Bizga ma'lumot yetkazilgan nisbatan kimnidir mikrofoni yoqilib qoldi. Bizda minnatdorlik hissi bo'lmaydi. Minnatdorlik, ya'ni men o'zimdan bu narsa o'tgani uchun sizlar bilan bo'lishyapman. Bemalol deylik, menga biron bir fikr aytilsa, men u fikrni inkor qilaman, qabul qilmayman yoki men bu gapni eshitganman, yengilroq narsa ayting deyman. Ya'ni ikkala tomonda ham menga fikr bergan odamni uchun minnatdorlik bildirmayapman. Vaholanki men eshitayotgan bilimlar Robbim meni loyiq ko'rgan bilimlar edi. Hozir ozgina kirish qismini qilib olaman. Nimaga olayotgan bilimlaringlar, farzandlaringlar bilan munosabat o'rnatishda, o'zi umuman olayotgan bilimimiz nimaga ishlamayotganini hozir tushuntirib bermoqchi bo'laman sizlarga. Demak, biz shu ma'lumotni, shu vaqtimizni sarflab shuni eshitib o'tiribmizmi? Demak, Xudoyim taolo bizani shu ma'lumotga loyiq ko'rdi. Biz bo'lsa nima qilyapmiz? Bizga ma'lumot bergan odamni qoralayapmiz. Men eshitgan gapni aytyapti, men bilgan gapni aytyapti yoki bo'lmagan gapni aytyapti. Aytmayapmizki, biz loyiq edik shu ma'lumotga. Xudoyim o'zi taqdir qilib, men shu narsani eshitishimni mana shuncha odamdan meni tanlab, deylik, hozir mana nechta o'tiribsizlar, 30 ta, 40 ta, 50 ta o'tiribsizlar. Nega hamma eshitmayapti bu ma'lumotlar? Nega aynan siz eshityapsiz?
lekin aynan hamma vaqtingizni shunaqa to'g'irlab qo'ydi, esingizdan chiqib qolmadi, kuch quvvatingiz yetib turibdi, o'sha e'lonni ko'rib qoldingiz, mana shu yerda o'tiribsiz. Demak, Xudoyim taolo sizni shu ma'lumotni eshitishga loyiq ko'rdi. Siz nima qilyapsiz? U ma'lumotni eshitmasdan turib yoki eshitib bo'lib, rahmat, avvalambor Allohga rahmat, Xudoyim o'zingga behisob shukr, shu ma'lumotlarni menga eshitish uchun quloq berding, anglash uchun ong berding, shuni tushunishim uchun fahm farosat berding, vaqt berding men shuni eshitishim uchun, rahmat degan narsani aytmayapmiz-da, boyaga aytgan yo u tomon yo bu tomon fikr bildirib turib ketyapmiz. Ya'ni biz o'zimizni loyiqlik darajamizni tushiryapmiz. Siz birovga yaxshilik qilsangiz, bu odam yaxshiligingizni olsa-da, ishlatsa-da, sizga fu bo'lmabdi bu yaxshilik, menga yoqmadi desa, keyingi safar unga yaxshilik qilgingiz keladimi? Yoki o'sha odamni shu yaxshilikka loyiq ko'rasizmi? Xuddi shunaqa siz ham ma'lumotni olib, uni shukrini qilmaganingizdan keyin, uni tafakkur qilib, uni bir rahmat, menga shu ne'mat berildi deb yozib, chizib darslarini qilmaganingizdan keyin siz ham u ne'matga nisbatan o'zingizni loyiqlik darajangizni pasaytiryapsiz. Ya'ni ne'matga shukr qilmadingizmi? Sizga shu ma'lumot berilganiga shukr qilmadingizmi? Demak, siz u ma'lumotni hayotingizda qo'llashga noloyiqsiz. Agar mana shu joyigacha anglashlar olgan bo'lsanglar, albatta yozib ketinglar. Nimani sizlarga tushuntira oldim, nimani mendan ola oldinglar. Va men fikrlarimni davom ettiraman. Demak, bu joygacha tushunarli. Birinchi nimaga amal qilmayapti, nimaga sizlarga yuqmayapti? Ilm yuqishi uchun siz ketkizgan sizga rozi bo'lib, sizga shu ilmni bergan kim bo'lishidan qat'iy nazar ro'paringizda turgan odamga bir kichkinagina oddiy rahmat deb bo'lsa ham yoki duolaringizni eslab yoki bir eng masalan men uchun eng zo'ri insaytlaringizni yozib ketishinglar. Men uchun bu eng katta mukofot. Ustoz, mana siz darsingizdan shu narsalarni oldim, shu narsalarni menga eslatdingiz, shu narsalarni ma'lumot qilib berdingiz degan, masalan, men uchun eng katta mukofot. Men ichimda mingdan ming rozi bo'laman o'sha bergan bilimimga va iloyim bergan bilimim sizga amal qilsin, sizga yuqumli bo'lsin deb ichimdan duo qilib o'tkazaman. Va men o'ylaymanki, siz uchun vaqtini ajratib dars tayyorlagan har qanaqa insonda ham shunaqa kechinmalar o'tsa kerak. Bu yoki bu ko'rinishda albatta shunaqa kechinmalar bo'ladi va yana takrorlayman, sizga berilayotgan ilm sizga yuqishi uchun siz o'sha olgan ilmingizni avvalambor Allohga rahmat, Xudoyim taolo menga shu ilmni eshitishimga zamin yaratib qo'yding. Meni shu ilmni eshitishim bilan ne'matlantirib qo'yding. Meni shu ilmni eshitishga loyiq qilib qo'yding deb avvalambor yaratgan egamga va keyin shu sababchi bo'lib shu bilimni sizlarga yetkazayotgan odamga shunchaki bir minnatdorchilik bildirishinglar sizlarga o'sha ilm yuqumli bo'lishiga sabab bo'ladi. Demak, bu birinchi sababi. Ikkinchi sababi, boya ko'pchiliginglar yozdinglar, bu fikrga men juda ham qo'shilaman. Amal qilish yo'q bizda. Nega amal qilish yo'q? Chunki biz ko'p bilimlarni eshitib olganmiz-da, katta keyslarni eshitib olganmiz-da. Qiyin keyslarni, murakkab keyslarni eshitib olganmiz-da va miyamiz unga сопротивление qilyapti. Bu juda ham ko'p deyapti. Buni men qila olmayman deyapti. Va bir kun, 2 kun, 3 kun o'zimizni majburlab nimalardir qilyapmiz-da, 4-kunga deb bo'shashib qolyapmiz. 4-kuni biz o'sha ishni, o'sha bajarib kelayotgan ishimizni davom ettirishimiz bizga qiyinlik qilyapti. Va bu yerda men nima degan bo'lardim? Birdan hamma ma'lumotni olib o'zingizni qo'llashga harakat qilmang. Qilmay yurib birdan agar katta mana mashqda aytaylik, deylik siz ertalab turdingiz-da, bugun ozmoqchi bo'ldingiz. Bugun turib ozmoqchi bo'ldingiz-da, birdan deylik 100 ta press qildingiz. Birdan 10 kilometr yugurib keldingiz. Yurib keldingiz deylik, 10 kilometr endi yugurish birdan qiyin, 10 kilometr yurib keldingiz, bosim bilan yugurdingiz, bosim bilan bir qanaqadir mashqlarni qildingiz-da, bugun qildingiz. Ertasiga nima bo'ladi? Ertasiga hamma yog'inglar qaqshab og'rib, o'sha mashqlarni qilishga yaramay o'tirasizlar. Lekin bu narsani agar muntazamlik bilan hayotga kirgizmoqchi bo'lsangiz, har kuni kam-kamdan qilib boshlash kerak bo'ladi. Ya'ni 5 ta press, 5 ta 1 kilometr yurish, 5 ta приседание, 5 ta bir yengil qanaqadir mashqlarni qilib boshlasangiz, bu narsani davomli qilishingiz oson bo'ladi. Bu misol edi. Endi farzandingiz bilan qotgan muomalangizda ham, munosabatingizda ham birdan o'sha olgan bilimingizni 100% hammasini qo'llashga harakat qilmasdan, o'zingiz uchun eng osonini olib, eng sodda ko'rinishdagisini olib, deylik
deylik farzandingiz bilan ko'proq suhbatlashishni maslahat beryapmiz. Siz kuniga 5 daqiqa telefonlarni o'chirib, televizorlarni o'chirib, hamma boshqa nima deydi, boshqa sizni applikatsiya qilishi mumkin bo'lgan, chalg'itishi mumkin bo'lgan hamma holatlarni o'chirib, diqqatingiz, ko'zingiz, mana shu turishingiz, yuzingiz, kaftlaringiz hammasi bolangizga qaratilgan holatda, bolam, bugun kuning qanaqa o'tdi? Nima qiziqarli voqealar bo'ldi? Menga nima aytib bera olaysan deb chin dildan astoydil qiziqib bola bilan 5 daqiqa gaplashishni odat tusiga kirgizsangiz bo'ladi. Bu oson. 24 soat sutkada vaqt bor joyda 5 minutda siz uchun eng qadrli bo'lgan, eng aziz bo'lgan, sizni eng katta mas'uliyatingiz o'zingizdan keyin albatta, birinchi o'rinda o'zingiz, Robbingiz demoqchiman. Robbingiz, o'zingiz va o'zingizdan keyingi muhim mas'uliyatlaringizdan bittasi bu farzand. Eng muhim mas'uliyat, chunki farzand ne'mat. Farzand omonat. Alloh omonat qilib bergan farzandni va ertaga so'rab oladi. Unga berilgan tarbiya, unga qilingan munosabat, unga qo'yilgan ismdan tortib, uni o'qigan namozlari, hammasi qilgan amallari uchun bir uchi sizga borib tegib turadi. Ya'ni siz javobgarligingiz bor farzanddan. Farzand omonat bo'lgandan keyin sizni farzandni oldida o'zingizni vazifalaringiz bor va shuni bilib turgan holatda 5 daqiqani ich-ichingizdan, butun vujudingiz bilan bolaga qiziqish bildirgan holda u bilan 5 daqiqa gaplashishni odat qilish. Mana shunaqa kichkina odatlarni agar hayotingizga kiritishni boshlasangiz, bu narsani davomli qilishingiz oson bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Mana bu ikkinchi insight sizlarga. Birinchisi, olgan ilmingizni shukrini qilish. Ikkinchisi, berilgan ma'lumotni eng o'zingizga oson qismini olib, eng oson, eng yengil qismini olib, uni davomli qilib bajarish. Uni turmush tarzingizga, hayotingizga kiritib bo'lganingizdan keyin keyingisini olib qo'llashni masalaga tavsiya qilgan bo'lardim. Birdaniga hammasini olib 3 kun bajarib, 4-kun charchab bo'shashib qolishmasdi. Eng osonini, eng sizni qo'lingizdan keladiganini, shu deylik, mana hozir iftordan keyin ko'pchilik chiqib sayr qilishi, havolar ham yaxshi bo'lib qoldi, odat qilishgan. Farzandingizni olib, deylik, shu bitta krugga farzandingiz bilan qilib kelib, gaplashib, poleznoy, приятно, ham yurish shu mashqini, ham farzandingiz bilan suhbatlashishni, bir ikkalovingiz birga bo'lgan holatda, haqiqatdan unga qiziqish bildirgan holatda 5 minutdan hayotingizga rejim qilib kirgizishingiz juda ham yaxshi natija beradi. Bizda yana o'sha sportni misol qilib keltiraman, chunki unda tushunish osonda. Deylik, bir kunda 1000 ta press qilganingizdan siz o'sha qorningizda press paydo bo'lib, qorningiz yo'qolib, ozib chiroyli qomatga kelib qolasizmi? Yoki 10 ta pressdan davomli 3 oy, 4 oy, 5 oy davomida qilsangiz, o'zingiz xohlagan qomatga erishasizmi? Albatta davomli qilsangiz, kam-kamdan, lekin davomli qilsangiz natijaga erishasiz. O'sha olgan bilimlaringizni hayotda qo'llashda ham xuddi shu prinsipdan foydalanishingiz mumkin. Xo'p, demak, keyingi sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam, boya farzandni ne'matligi haqida gaplashdik va sizlarga yana bir marta shu narsani eslatish o'zimni vazifam deb bildim. Ko'pchilik farzandga buyumdek qaraydi. Og'zida bu gapni gapirmasa ham, deylik, bu narsa haqida bir o'zi o'ylab ko'rmagan bo'lsa ham, lekin mana shu bugungi darsimizdan keyin, suhbatimizdan keyin shunchaki o'tirib o'zingizlar tahlil qilinglar. Haqiqatda buyumdek qaraysizlarmi bolaga? U so'zsiz itoat qilishini, aynan siz xohlagandek bo'lishini, siz nima desangiz so'zsiz bajarib berishini xohlaysizmi? Yoki ro'parangizda shaxs turganini inobatga olasizmi? Ro'parangizda shaxs turibdi deganda nimani tushunasiz? Shaxs degani bu o'zini individualligi, o'zini xarakteri, temperamenti, o'zini xususiyatlariga ega bo'lgan, o'zini fikriga ega bo'lgan, o'zini so'ziga ega bo'lgan inson turibdi oldingizda. Ya'ni rivojlanayotgan va kelajakda bir siz xohlagan qanaqadir kasb-korni egallashi mumkin bo'lgan bir shaxs turibdi. Siz shunaqa munosabat bildiryapsizmi bolaga yoki undan so'zsiz itoat kutyapsizmi? Ruschada bitta fikr, bitta kitobda o'qiganman, bitta olimning fikri yo'da etiladi. Hozir men tarjima qilib aytishga harakat qilaman. Siz bolangizni
вы хотите, чтобы ваш rебенок был послушным или успешным deydi. Ya'ni olim bu narsani ikki xilligini tushuntiradi. Siz farzandingizni gapga kiradigan, quloqli, esli bo'lishini, sizga so'zsiz itoat qilishini xohlaysizmi yoki omadli bir kelajakda natijaga erishadigan shaxs bo'lishini xohlaysizmi? Bu narsani bir-biridan ayro ekanligini tushunishimiz kerakligini eslatyaptilar olim. Ya'ni kelajakda bir o'zini ishini boshlashi uchun, o'zi bir mustaqil tafakkurga ega bo'lishi uchun, deylik bir qanaqadir lavozimlarda ishlashi uchun, qanaqadir sohani boshlig'i, bir 4 ta 5 ta odamga boshliq bo'lib, ularga lider bo'lib, ularni yo'lga solib, bir ishlarni rivojlantirish uchun insonga xohlaysizmi yo'qmi, o'zini shaxsiy fikri kerak. Inson o'zini shaxsiy fikriga ega bo'lgandagina bir qanaqadir natijalarga erisha oladi, bir korxonalarni boshqara oladi, bir yaxshi lavozimlarda ishla oladi, olim bo'la oladi, o'zini shaxsiy fikri bor odam olim bo'la oladi. Faqat birov chizib bergan chiziqqa ketidan chizib bergan odam olim bo'la olmaydi. Ilm egasi bo'la olmaydi, mansab egasi, bir qanaqadir rahbarlik kursisini egasi bo'la olmaydi. Nimaga? Chunki bunaqa ishlarga inson o'sha risk qilib, o'zini shaxsiy fikrini odamlarga yetkiza olib, qanaqadir natijalarga erishganini hisobiga bu natijaga erishadi. Lekin har doim ona yoki ota chizib bergan chiziqdan ergashib yurgan bolalar ertaga 20 yoshga kirgandan keyin yoki 16 yoshga kirgandan keyin birdan o'z fikrini ayta oladigan shaxs bo'lib qola olmaydi. Bu narsa kichkinaligidan sekin-sekin bolaga kam-kamdan erkinlik berish, mustaqillik berish, fikrini eshitish, fikrini hurmat qilish, bola berayotgan fikrlarni to'g'ri baholash. Mana boya kimdir fikrini o'qidim, bolam aytayotgan gaplardan asabiylashib ketaman, asabim buzilib ketadi deb yozibsiz. Men sizni juda ham tushunib turibman. O'zimda ham ba'zida shunaqa bo'ladi. Bolalar aytayotgan gaplarni eshitib, voy bular qayerdan oldi bu gapni deyman. Lekin men o'zimga birinchi beradigan savolim, ey ona, qayerda xato qilding? Qayerda o'tkazib yubording shuni? Qayerda seni nazaringdan chetda qoldi? Bola shuni sendan emas, boshqa joydan eshitib, shunaqa noto'g'ri fikrda yuribdi degan savolni o'zimga beraman. Siz bilan ham bu savolni o'zingizga o'zingiz, buni terapevtik savol deydi, shu savolni o'zingizga o'zingiz berishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Shunda boladan achchiqlanishingiz ancha kamayadi. Ya'ni bola qilayotgan xato bu bola qilayotgan xato emas-da, bu bizni qilgan xato, bizni ko'rmay qolgan joyimiz, bilmay qolgan joyimiz, eshitmay qolgan joyimiz va hokazo. Мы не уследили deydi. Biz kuzatib ulgurmagan, biz befarq bo'lgan, biz loqayd bo'lgan joyimizni bola bizga ko'rsatib beryapti. Qaytanga o'sha joyini ko'rib, bolani fikrini eshitib, biz o'zimizga analiz qilishimiz, tahlil qilishimiz mumkin. To'xta, mana shu joyda xato qilman. Mana shu joy demak to'g'rilashim kerak ekan deb biz o'zimizga nabarot o'sha joyini olib, zametkaga olib, mana shuni ustida ishlashim kerak ekan. Mana shunda xato qilman deb o'zimizga o'zimiz xatolarimizni ko'rib olsak bo'ladi. Bolani o'sha bizga yoqmayotgan xatti-harakatini kuzatish orqali. Lekin biz nima qilamiz? Emotsiyaga berilamiz. Bolaga baqirib qo'yamiz, urishib qo'yamiz va natijada bola bu narsani tuzatmaydi. O'ylamang, xom xayolga bormang. Bola siz baqirganingiz uchun o'sha deylik qanaqadir fikr bildiryapti. Men hozir endi podrastkovoy bolalarim bor. Hozir nima kelyapti hayolimga? Masalan, 13 yoshga to'ladigan o'g'lim bor. Ko'chadan so'kishni o'rganib kelishi mumkin. Har xil bir beqiliq gaplarni gapirishi mumkin. Men ey jim bo'l, bunaqa gaplarni gapirma deyman. Voy xo'poyjon kechiring deydi, lekin bu gapni gapirmay qo'yadimi? Gapirmay qo'ymaydi. Faqat meni oldimda o'zini kontrol qilishni boshlaydi. Deydi, demak onamni oldida bu gaplarni gapirmasligim kerak ekan deydi. Lekin bu gapni nimaga gapirmasligi kerak ekanligi haqida tushunchaga ega bo'lmaydi. Ha, bu yomon gap ekan, bu dilozor gap ekan, bu gap meni saviyasizligimni, ilmsizligimni ko'rsatar ekan yoki meni bunaqa gaplashayotganimni eshitgan deylik insonlar men haqimda yomon fikrga borishi mumkin ekan, meni uyimdagi tarbiyam shunaqa xunuk degan fikrga borishi mumkin ekan. Bu meni qilayotgan xatti-harakatim nafaqat o'zimga, balki ota-onamga ham xunuk so'zlarni olib kelishi mumkin ekan degan tafakkurga bormayapti.
bola shunchaki mani oldimda shu gaplarni ishlatmaslikni o'rganyapti xolos. Men unga baqirganimni hisobiga. Men unga baqirdim, "Ey jim bo'l, ovozingni yop, uyatsiz" dedim, uyaltirdim, aybdorlik hissini qo'sha-qo'sha qilib uni ustiga yopishtirib qo'ydim. Lekin bola nimaga bu gapni gapirmasligi kerakligi haqida tushuncha berishga toqatim yetmadi. Va nima oldim men? Bola mani oldimda so'kmay qo'ydi. Deylik, mani oldimda sigaret chekmay qo'ydimi? Hali Xudoga shukr unaqa narsa ko'rmadim-ku. Deylik 14-15 yoshida baribir yonidagilar cheksa bu ham qiziqib chekib ko'rishi mumkin degan bir xavotirim bor menda ham. Men uni sigaret chekayotganini yoki sumkasidan sigaretni ko'rib qolsam baqir-chaqir qilib urush qildim. Bola nima qildi? Bola chekmay qo'ydimi? Katta ehtimol bilan bola chekishni to'xtatmadi. Bola shunchaki sigaretani yaxshi yashirishni o'rgandi. Mani baqirig'im, mani qichqirig'im, mani uni jazolaganim, ayblaganim nimaga olib keldi? Bola shunchaki yaxshi bekitishni o'rgandi, uyga olib kelmasdan ko'chada qatladag'ir muammosini hal qilishni o'rgandi. Demak, shu narsalarni agar o'zingizga bir tafakkur qila olsangiz, siz aytasiz, "Men baqirishim muammoni hal qilmas ekan. Mani baqirishim faqat bolamga muammoni zo'r yashirishni o'rgatar ekan." Yashirilgan narsa nima bo'ladi bilasizlar? Gazga olib ketadi. Demak, boya fikrimni shu bolani ne'mat ekanligi haqida gapirib boshladim va demoqchimanki, bolani ne'matligini o'zingizga o'zingiz qayta singdirsangiz, o'zingizga ham oson bo'ladi u bilan munosabat qilish. Ya'ni bola Allohim bergan omonat. Agar bu narsani eslash qiyin bo'lsa, o'sha endi kimda qanaqa bo'lgan bilmadim, kimdadir deylik srazu beremenniy bo'lib farzandli bo'lgandir, kimdir 3-4 oy, 5-6 oy, 1-2 yil kutgandir. O'sha kutgan paytinglarni, homilador bo'lganinglardagi o'zingizlarni quvonchinglarni eslashinglarni tavsiya qilgan bo'lardim. Shaxsan menga bolalarim bir qanaqadir bir narsani bizib, achchig'imni chiqaradigan ishlar qilishganda, shu ularni Allohdan qanaqa so'rab olganim eslashga harakat qilaman. Men sizlarni Allohdan so'rab olganman. Alloh bergan ne'matim sizlar. Sizlar meni shaxsiy buyumim emas sizlar deb avvalambor bolalarga emas, o'zimga o'zim aytaman. Ular meni shaxsiy buyumim emas. Ularni menga Alloh omonat qilib tarbiyalashim uchun bergan. Tarbiyalashim uchun yaxshi inson qilib voyaga yetkazib, jamiyatga foyda keltiradigan, vatanni ravnaqi uchun, dinimizni ravnaqi uchun, haqiqiy ummat bo'ladigan, insonlarga foyda keltiradigan, ertaga ota-onasiga shuni orqasidan rahmat eshittiradigan inson qilib yetishtirishim uchun Alloh menga omonat qilib bergan ularni va ayniqsa shu uraman deb ko'tarilgan qo'llaringizga shu narsani bir shoshma qo'llarim, bu Alloh bergan ne'mat menga deb aytish shaxsan menga foyda beradi. Sizlar bilan o'zimni shaxsiy, nafaqat professional, balki shaxsiy tajribalarim bilan bo'lishkim keldi bugun. Chunki menda ham 13 yosh, 10 yosh va 2,5 yosh farzandlarim bor. Deyarli hamma yoshdan deydi-ku. Shuning uchun ham o'zimni shaxsiy tajribalarimni ham bo'lishib ketgim keldi. Demak, endi ilmiy asosga keladigan bo'lsak, demak hozir mana insaytlaringlarni yozib qoldirishinglarni xohlardim. Shu joygacha nimalarni tushundinglar, nimalarni angladinglar. Hozir salgina burilish yasaymiz, ilmiy tarafini gaplashamiz sizlar bilan. Demak, bugun sizlarga imkon qadar men bolamga baqirmayman mavzusini kengroq ochib berishga harakat qildim. Zora inshaalloh shu darsimizdan keyin bolaga baqirishinglar ancha kamaysa, qaytanga o'sha baqirishga ketkazadigan energiyalarni, kuchinglarni o'zingizlar ilm olishinglarga, o'zingizlarni isloh qilishga, o'zingizlarni taftish qilishga, o'zingizlarni yaxshi ko'rgan, qiziqqan ishinglar bilan shug'ullanishga sarflasanglar. Demak, endi ilmiy asosi farzand onani qornidan chiqib dunyoga kelgandan keyin u ona bilan ayro ekanligini tushuna olmaydi. Farzand dunyoga kelganda, bola dunyoga kelganda, men onam bilan bitta organizmman, bitta yaxlit organizmman degan tushunchada yashaydi. Nafaqat ona bilan, bola butun olamni yaxlit bitta organizm. Men bu olam deb tasavvur qiladi va o'sha olamda onasi ham buni ichiga kirib ketadi. Ya'ni bolani et-beti og'risa, butun dunyoni qattiqdir og'riyotgan bo'ladi. Bolaga yomon bo'lsa, butun dunyoga yomon bo'layotgan bo'ladi. Bolaga yaxshi bo'lsa, butun dunyoga yaxshi bo'layotgan bo'ladi. Va onani u o'zi bilan yaxlit bitta organizm, biza
onam bilan bitta bus butunmiz degan fikrda bo'ladi. Va bu narsa 9-10 oygacha davom etadi. 9 oyga kelib, ko'pchilik onalar bilishadi, bolasini emizgan onalar 9 oyda taxminan bola onani ko'kragini tishlashni boshlaydi. Bizada buni kattalar aytadiki, tishi yorilib chiqyapti-da, shuning uchun tishlayapti deydi. Lekin tishdan darak bo'lmasligi mumkinki, bola tishlayveradi. Bolani tishi deylik, kimnidir tishi 4 oyda chiqadi, kimnidir tishi 6 oyda, 7 oyda chiqadi. Lekin aynan shu 9-10 oylik periodda kuzatgan bo'lsanglar, bola onani ko'kragini tishlashni boshlaydi. Qancha urishmasangiz ham, qancha baqirmasangiz ham, jon achchig'ida onalar baqirib yoradi, turtib yoradi, bolasini urib yoradi, shunaqa qattiq tishlagandan, lekin bola bu narsani qayta qilaveradi. Nimaga? Nimagaki bolani tishi qichiganidan emas, bola onani ko'kragiga tishini qichib bosmoqchi bo'lgani uchun emas, aynan 9 oygacha uni yig'gan ma'lumotlari sekin-sekin unga shuni ko'rsatib beradiki, biz onam bilan alohidamiz shekil degan bir tushuncha paydo bo'ladi bolada. To'xta deydi, biz onam bilan alohidamizmi yo birgamizmi degan bir o'zini o'y hayollari, o'zini o'sha boshchasidagi, o'zini miyasidagi neyronchalarida shunaqa neyronniy svazi orqali shunaqa fikrlar paydo bo'ladi va bola shuni tekshirib ko'rmoqchi bo'ladi. Onani o'sha ko'kragini tishlab ko'rish orqali u tekshiradi. Rostdan ham biz yaxlitmizmi yo yaxlitmasmizmi? Siz o'zingizni ongingizda sodir bo'ladigan o'zingizni tekshiruvlaringiz bilan albatta solishtirmaysiz degan umiddaman. Bu bola sizni deylik hozirgi yoshingizda, hozirgi tasavvuringizda o'ziga yarasha ma'lumotlar bazangiz bor. Bolada esa bu bazalar endi shakllanyapti. Va bola 7 yoshgacha bo'lgan davrda emotsional onasi bilan birga bir bog'liq bo'ladi. Ya'ni ona nima his qilsa, bola o'shani aks etadigan bo'ladi. Kimni hozir mana 7 yoshgacha farzandi bo'ladigan bo'lsa, shu joyini diqqat bilan eshitib olinglar. Bola sizni emotsional holatingiz oynasi hisoblanadi. 1 yoshgacha bu aynan sodir bo'ladi. Mana siz bola yig'laydi, siz uni qorni ochdi deb emizasiz, nervisiz qilib, nimaga yig'layapti deb et-betlarini tekshirasiz, boshqa qilasiz, lekin to o'zingiz tinch, xotirjam bo'lmaguningizgacha bola ham tinch, xotirjam bo'lmaydi. Ko'krak olish, emish u qorni ochganidan emas. U shunchaki o'sha o'zini uspokoyitsa qiladigan bir nuqtasini topmoqchi bo'lgani uchun o'sha nervisiz qilganingizda oshqozonlari spazm bo'lib qoladi. Siz emizib o'rasiz, unida emizgan sutingiz yuzda bo'lib qoladi. Og'zida mundoq sutisiz kelgandan keyin bo'ldi, qorning to'yibdi-ku, nega yig'layverasan? Qorning to'q bo'lsa ham, tegin quruq bo'lsa ham yig'layverasan deb battar asabiylashasiz. Bu o'sha uni oshqozonchasida spazmchalar paydo bo'lishi, shuni hisobiga u emgan sutini chiqarib yuborishi, lekin qornichasi to'ymasligi. Bularni hammasi siz kuzatgansiz bu tarafda, men hozir bu tarafini tushuntirib beraman. Siz asabiylashaverasiz. Qaynanangizgami, qaynagachingizgami, kutilmaganda kelib achchig'ingizni chiqarib ketgan mehmonlargami, turmush o'rtog'ingizgami achchiq qilib nervisiz ko'rasiz. Bola buni birda bir aks etib turadi. Bola katta bo'lgan sari sizni emotsiyalaringizni, sizni ichki holatingizni aks ettirishga har xil yangi uslubchalar topishni boshlaydi. Ya'ni 3 oygacha bo'lgan davrda bu faqat yig'i-sig'i, baqir-chaqir bo'ladigan bo'lsa, 9 oygacha bu injiqliklar bo'ladigan bo'lsa, 1 yoshdan buyog'iga har xil yangi usullar qidirib topadiki, sizni e'tiboringizni o'ziga qaratish uchun. Sizni ichingizda bo'layotgan holatingizni sizga aks ettirib berishi imkoniyatini qidirayotgan bo'ladi. Demak, 7 yoshgacha bola birda bir onani emotsional holatini aks etadi. Ya'ni bola ona dunyoga qanaqa ko'z bilan qarayotgan bo'lsa, o'sha ko'z bilan qaraydi. Agar ona doimiy xavotirda, doimiy vohmada bo'ladigan bo'lsa, doimiy bir qanaqadir yomon emotsiyalarda, yomon hissiyotlarda yuradigan bo'lsa, bolani ongida demak dunyo xavfsiz joy emas degan programma shakllanishiga sabab bo'ladi. Kelajakda bu bolalar xavfsiraydigan, bolalarga chiqishib keta olmaydigan, o'ziga o'rtoq topa olmaydigan, qo'rqoq, bir tashabbus qila olmaydigan bolalar bo'lib yetishib chiqish ehtimoli juda ham katta bo'ladi bu holatda. Agar onani fikri, o'y hayollari sokin, insonlarga bo'lgan munosabati deylik yaxshi,
deylik hayotdan zavq olib, o'zi yaxshi ko'rgan ish bilan shug'ullanib, nisbatan xotirjam bo'lishga agar harakat qiladigan yoki xavotirlarini ongli ravishda yenga oladigan bir fitrat bo'ladigan bo'lsa, ona bolada ham bu demak dunyo xavfsiz joy ekan, dunyoda menga o'rin bor ekan, man o'zimni ko'rsatishimga imkon bor ekan degan bir o'zida programmachalar ong ostida shakllanadi va bunaqa bolalar katta ehtimol bilan o'sha hayotdan mamnun, yengilliklarga ochiq, ijodkor, tashabbuskor bolalar bo'lib katta bo'lishlari ehtimoli juda ham katta. Demak, 7 yoshgacha bo'lgan davrni gapirdik. 7 yoshgacha birda bir onani emotsional holati aks ettiriladigan bo'lsa, 7 yoshdan keyin ma'lum bir psixik jarayonlarni hisobiga, u juda ham katta mavzu, o'zi shu yerda aytib o'tib ketishim kerak. Bolalar psixologiyasi yo'nalishi psixologiyani eng murakkab yo'nalishi hisoblanadi. Eng murakkab yo'nalishi bu baza hisoblanadi. Bolalar psixologiyasini chuqur o'rganmasdan turib, boshqa yo'nalishlarni o'rganish katta xato hisoblanadi har qanaqa psixolog uchun. Institutda eng ko'p o'tiladigan, eng katta soati ko'p yo'nalish bu bolalar psixologiyasi hisoblanadi. Uni har bitta biz siz bilan hozir qisqacha gaplashib ketayotgan fikrlarimizni tagida juda ham katta ilmiy baza, ilmiy asos yotibdi. Demak, 7 yosh haqida gapirdim. 7 yoshdan keyin ma'lum bir psixik jarayonlarni hisobiga separatsiya boshlanishi kerak. Ya'ni ona va bolani sog'lom ekologik separatsiyasi. Separatsiya degani onadan jismoniy ajralish degani emas, onadan voz kechish degani emas. Bu onani dunyoqarashidan farqli o'laroq dunyoqarashni shakllanishi separatsiya hisoblanadi. Birinchi separatsiyani shu tsepotchkalari mana shu davrlarga to'g'ri keladi. Demak, sog'lom ekologik separatsiya sodir bo'lishi uchun bola dunyo haqida, Alloh haqida, ota-onasi haqida ma'lum bir bazaga ega bo'lgan bo'ladi 7 yoshgacha va shu bazani hisobiga bundan keyingi tasavvurlari shakllanadi va yana qaytaraman, 7 yoshgacha birda bir ona bilan, 7 yoshdan 18 yoshgacha qisman ona bilan emotsional bolani bog'liqligi saqlanib qoladi. Ya'ni 18 yoshgacha bu kam-kamdan uzoqlashib 17-18 yoshga kelganda ikkala organizm, ikkala ong alohida ongga ajralishi kerak idealda. Ona o'zi alohida, bola o'zi alohida dunyoqarashga ega bo'lishi kerak. Alohida deganda yana takrorlayman, jismonan bir-biridan ajralib ketishi emas. Onani dunyoqarashi bilan bolani dunyoqarashi alohida bo'lib shakllanib bo'lgan bo'lishi kerak bu davrgacha. Ya'ni deylik, xoh qiz bola bo'lsin, xoh o'g'il bola bo'lsin, dunyoga o'zini teran qarashi bilan qarashi, o'zini fikri orqali fikr yuritishi, o'zini shaxsiy umazaklucheniya deymiz, o'zini xulosalarini bo'layotgan voqea hodisalarga nisbatan o'zini shaxsiy xulosasini bera oladigan darajaga 18 yoshgacha yetish kerak. Uning uchun bundan oldin farzand ne'mat degan qismida, modulda shuni gapirib o'tdim. Bolaga shaxs sifatida qarashni qancha erta boshlasangiz, qancha erta, men bu yerda mana shu yerda o'zida xos texnika o'rgatib ketaman. Shu joygacha meni eshitib o'tirganlar, mana olib maza qilib foydalanishingiz uchun. Mana anchadan bir kuzatganlar balkim darslarimda bu texnikani eshitishgandir. Juda ham zo'r, samarali, har qanaqa holatlarga foyda beradigan texnika. Bu bolaga muomala qilayotgan uni bolachada emas, o'sha siz kelajakda mana bu yerda daftar ruchkadan foydalansangiz, undan ham yaxshi natija beradi. Yana ham zo'r yo'lini o'rgataman. Shuni daftar olib, bolangizni deylik 20 yoshgacha qanaqa shaxs bo'lishini 20 ta deylik xislatini yozing. 20 ta xislatini yozing. Deylik, menga hozir keldi: aqlli, iymonli, ibodatli, Allohni tanigan, insonlarga foydasi tegadigan, kasb-korini yozib ketishingiz mumkin. Hozir deylik, menga yurist keldi. Xudo xolasa, yurist yoki ministr yoki yana bir qanaqadir yaxshi lavozim, bir katta bir madrasaga bir ustoz, balkim vrach deyapsizda. Mana o'sha hamma 20 ta farzandingiz xislatini qog'oz ruchkangiz bo'lsa yozib keting.
esimga kelganida shu texnikani sizlarga berib ketay. Bolangizni 20 yoshda qaysi xislatlarga ega bo'lishini, 20 ta xislatini yozasiz. Ichida kasbkori ham bo'lish kerak. Deylik, 20 yoshgacha qori bo'ldilar farzandimiz, institutda deylik o'qiyaptilar yoki tamomladilar, balki erta kirgan bo'lsalar, deylik qanaqadir bir sohani egasilar, aqllilar, mehribonlar, toparmon tutarmonlar, o'g'il bola bo'lsalar, qiz bola bo'lsalar ham balki o'zlarining bir qanaqadir biznesini ochganlar va hokazo. Endi shu 20 ta xislatni yozib bo'lganingizdan keyin bir shu xislatlarga ko'z yugurtirib chiqingda. Endi tasavvur qiling, farzandingiz shu siz hozir baqirib, chaqirib, qarg'ab, eng dahshati qarg'ash aslida. Qarg'ab hozir katta qilayotgan farzandingiz mana shu xislatlarga ega bo'lgan farzand. Shunaqa inson oldingizda turganda qanaqa muomala qilardingiz? Deylik, mana vrach dedik, katta vrach, xirurg. Vrachchi oldiga borsak, haqiqatda hurmatga sazovor vrachchi oldiga borib, o'chirtlarda turib, oldiga kirsak, qanaqa munosabatda bo'lamiz? Qo'limiz ko'ksimizda, boshimizga ishimiz tushib turibdi-da. Bir yaxshi chiroyli muomala bilan u odam oldiga kiramiz. Nima desa, xo'p deymiz, fikrlarini inobatga olamiz. Deylik, даже mana bitta xato qilibsiz, dieta qilmabsiz. Bir qanaqadir tanbehlar berib qo'ysa ham bir o'rinli fikr aytdilar doktor aka, doktor opa deb bir qanaqadir e'tiborga olib eshitamiz-da shu fikrlarini. Xullas, nima demoqchiman, juda bir o'zingizni hokisor tutib olish haqida emas bu yerda gap. Bu yerda aynan ro'parangizda turgan qanaqadir ilmga, qanaqadir darajaga ega bo'lgan insonni hurmat qilishingiz, unga hurmat bilan munosabatda bo'lishingiz haqida, uni shaxsini hurmat qilishingiz haqida gapiryapman. Va tasavvur qiling, ro'parangizdagi farzandingiz shu xislatlarga ega bo'lgan inson. O'shanda qanaqa muomala qilgan bo'lardingiz u bolaga? Qanaqa fikrini qanaqa eshitgan bo'lardingiz? Sizga berayotgan fikrlarini, gaplarini qanaqa tafakkur qilgan bo'lardingiz? Mana shu texnika orqali shuni qilib ko'rishingiz mumkin. Bajarib ko'rganlar albatta natijasini yozishib bo'lishib ketinglar. Demak, 20 ga kirgan, 25 ga kirgan deylik farzandingiz, shu 25 yoshga kirganida yoki 20 yoshga kirganida 20 ta qanaqa xislatga ega bo'lishini daftarga yozasiz. Va yonidan yana ham inson bo'lish uchun, shu farzandni tarbiyalash uchun ona qanaqa xislatlarga ega bo'lish kerakligini ham yozib qo'ying. Undan ham sizga texnikani ishlashi yana ham oson bo'ladi. Demak, takrorlayman. 20 yoshga kirgan kelajakda 20 yoshga kirgan farzandingizni 20 ta xislatini siz kutayotgan, kutuvingizdagi, sizni xohishingizdagi xislatlarini yozib chiqasiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, iymonli, insofli, ibodatli deylik, qori bo'ldi farzandim deylik, bir katta bir institutda yoki chet elda o'qiyapman. Shuni tasavvur qilaman, har doim bir Londondami, bir Germaniyada qayerdadir bir yaxshi shaharda, Berlindami o'qiyapti, shu Berlin universitetida o'qiyapti-da, bir yilda bir marta oldimga keldi, ko'rgani kanikulda. O'shanda qanaqa kutib olgan bo'lardim uni, qanaqa u bilan muomala qilgan bo'lardim deb o'zimga vizualizatsiya qilaman-da. Mana shunaqa vizualizatsiya qilib bolaga munosabat qilish. Mana 20 ta xislatini daftarga yozasiz. Qayerda tasavvur qilyapsiz? 20 yoshli farzandingizni qayerda, qaysi darajada, qaysi statusda tasavvur qilyapsiz? 20 ta xislatini yozing va daftarning bu yog'iga shunaqa farzandni onasi qanaqa bo'lishini yozib chiqing. Bu judayam zo'r, chuqur tahlilga ega bo'lib, sizni chuqur tahlil qildiradigan texnika hisoblanadi. Unga diqqat bilan agar bajarsangiz, judayam zo'r natijalarga erishishingiz mumkin, aynan farzandingiz bilan munosabatda. Va bu texnika nimaga olib keladi? Siz shu munosabatingizni o'zgartirasiz va munosabatingiz obyekti albatta o'zgaradi. O'zgarmasdan iloji yo'q. Ya'ni hozir mana deylik, bola siz xohlagan darajada emas, xohlagan darajadan pastroqda deylik. Siz uni bu darajaga chiqishini xohlaysiz. Siz o'zingiz shu darajaga chiqasiz va unga shunaqa muomala qilganingiz hisobiga bola ham o'sadi. Tushuntira oldimmi? Olib foydalaninglar, manfaatli bo'lsin. Demak, tushuntira oldimmi? 7 yoshgacha agar kimni bolasi bo'lsa, bola birda bir sizni ichki hissiyotlaringizni aks ettiryapti. Bolani tinchlanishini xohlayapsizmi? O'zingiz tinchlaning. Bolani o'qishini xohlayapsizmi? O'qimayapti deylik, umuman o'qimayapti, hamma narsani yig'ishtirib qo'ydi. Bolani o'qishini xohlayapsizmi? O'zingiz ham ilm oling. Mana bu yerda sizga yana bitta tavsiya yozib qo'yganman.
o'zingizni diqqat e'tiboringizni turmush o'rtog'ingizni telefoni, qaynonangizni mayda gapi, qaynogachingizni dam-badam bolasini sizga tashlab ketaverishiga emas, mayli bo'ladi bu hodisalar. Uni siz o'zgartira olmaysiz. Siz hodisani o'zgartira olmayapsizmi? Hodisaga munosabatingizni o'zgartiringda, o'zingizni shaxsiy rivojingizga e'tiboringizni qarating. Hammamizni mana bu yerda onajonlar o'tiribdi ko'pchiligi, balkim adajonlar ham bordir. Ko'pchilikni qizligida o'zini yaxshi ko'rib qilgan mashg'uloti bo'lgan. Kimdir rasm chizgan, kimdir raqs tushgan, kimdir bisirda bir qanaqadir narsalar yasagan, podelkalar yasagan, kimdir kitob o'qigan va o'zini yaxshi ko'rgan mashg'uloti bo'lgan. Ana o'sha mashg'ulotni eslab bajarish. Siz o'zingizni fokusingizni o'zingizga qaratasiz. Mayda-chuda g'idi-bidilarga qaratmaysiz. Nimaga? Chunki o'sha g'idi-bidilar, o'sha mayda gaplar yig'ilib kelib bolajoningizga zahringizni sochishingizga sabab bo'lyapti. Men bu narsada o'zingizlarning fikringiz bor bo'lgani uchun ham bu narsaga chuqurlashib o'tirmadim. Birdan yechimini berib ketyapman. Chunki boya ko'pchilikni fikrini o'qidim. Erimizga qilgan achchig'imizni bolamizdan alamimizni olyapmiz deb yozibsizlar. Mana shu uchun birdan yechimini berib ketyapman. Bu voqea hodisalar sizni izningizda emasdir balkim. Siz uni o'zgartira olmaysiz. O'sha deylik qaynogachingiz bolalarini sizga tashlab ketishini, qaynonangiz ovqatingizdan yoki qilgan ishingizdan kam ko'z topishini, turmush o'rtog'ingiz bir sizga qanaqadir achchiq gap qilishini, siz buni o'zgartira olmaysiz. Lekin siz bu narsaga munosabatingizni o'zgartira olasiz. Birinchi qiladigan ishingiz fokusingizni shu narsadan olib yaxshi, priyatniy, sizni xursand qiladigan, sizga energiya beradigan narsaga qaratasiz. Bu narsa butun o'sha tilingizni tiyib eringizga gapira olmagan gaplaringizni, qaynonangizga gapira olmagan gaplaringizni yig'ib va deb bolaga olib kelib sochishingizni oldini oladi. Ishoning, oldini oladi. Sizni sevimli mashg'ulotingiz bo'ladi. Sizni energiya oladigan mashg'ulotingiz bo'ladi. Albatta, o'zingizni yaxshi ko'rgan mashg'ulotingizni o'sha vazabnavit qiling, o'sha qizligingizda sevib shug'ullangan ishingiz. Vaqti qatta, ish nima qiladigan ishim yo'qmi deb aytayotgan bahonalar o'zingizlardan ko'ringlar-da. Значит, o'zingizlar aybdorsizlar. Agar hozir mana shu gaplarimni eshitib turib va unga vaqt qatta, qaynonadan ortib qatta, erdan ortib qatta deyotgan bo'lsanglar, demak o'zingizlarga shu hozirgi holatingiz juda ma'qul. Sizlarga hech narsani o'zgartirish kerak yo'q, faqat bahona qilyapsizlar. Shuning uchun ham mana sizlarga ketma-ket bir nechta yechimlar berib ketyapman. O'zingizlarga mos keladiganini, o'zingizlar qo'llay oladiganinglarni olib ishlatsanglar, natija bo'lishiga Xudo xolisa avvalambor Allohning izni bilan, niyatni to'g'ri qilib, niyatni pok qilib, men bundan yaxshi natijaga erishmoqchiman. Allohim sen bergan ne'matingni chiroyli tarbiyalamoqchiman degan chiroyli bir yaxshi pok niyat bilan bu ishni boshlab davomli qilish. Psixologiyada eng kamida 21 kun, eng ko'pida 63 kun deyilgan. Eng kami, ya'ni 21 kunda foydaga erishmadingizmi, ya'ni uzluksiz 21 kun qildingiz. Uzluksiz 21 kun davomida natijaga erishmadingizmi, demak sizniki 40 kun. 40 kunga surib qo'ying. 40 kunda katta ehtimol bilan juda ko'pchilik 40 kunning ichida o'sha natijaga erishib bo'lgan bo'ladi. Agar 40 kunda ham uzluksiz shu berilgan tavsiyalarni bajarganingizdan keyin ham natijaga erishmadingizmi, demak sizni kuningiz 63 kun. 63 kun uzluksiz shu tavsiyani birontasini deylik boya boshida aytdim, boshdan kuzatayotganlar eshitishda eng kichkina qo'llay oladigan usulingizni olib, deylik 5-10 daqiqa bola bilan chin dildan qiziqish bildirib suhbatlashish dedim. Shu narsani odat tusiga aylantirib o'sha 60 kun, 63 kun davomida uzluksiz bir kun ham uzmasdan uzoqda bo'lib qoladigan bo'lsangiz, bola qayerdadir, siz qayerdadir bo'lib qoladigan bo'lsangiz, hech bo'lmasa telefon orqali shu an'anani uzmasdan bajarishingiz уже mana 21 kunda o'z natija beradi. Men endi juda bir qanaqadir bir strafovkasini olib aytaman, 63 kungacha cho'ziladigan holatlar juda kam. Hurmatli oyijonlar, onajonlar, 63 kungacha cho'ziladigan kam, lekin 63 kun deb beramiz. Chunki kimlardadir 40 kunda ham ishlamasligi mumkin. No, bu juda kam statistika. Milliondan bitta deydi-ku. 40 kungacha katta ehtimol bilan ko'pchilikda natija bo'lgan bo'ladi va vaqtim yo'q deyotgan odamlarni men bilasam qanaqa eshitaman. Vaqtim yo'q, Gulnoz opa yoki Gulnozaxon deyotganlarga men bunaqa eshitaman ularning gapini. Xohishim yo'q.
ular vaqtim yo'q deyishadi, lekin men xohishim yo'q deb eshitaman. Chunki odam haqiqatda xohlagan narsasiga imkon ham topadi, vaqt ham topadi. Bu narsa men o'ylayman, ras bugun meni darsimga kirib, kutib 8:30 bo'lishini diqqat bilan eshitib o'tiribsizlarmi? Xudo xohlasa bu sizlar uchun rostdan ham kerakli narsa, zarur narsa va bugun berayotgan tavsiyalarim imkon qadar sizga foydali bo'ladi. Demak, keyingi tavsiyaga o'taman. Keyingisi bu aybdorlik hissi. Aybdorlik hissi bu bitta уже mana vaqtimiz kam qolgani uchun уже tugabdi ham vaqtimiz. Mana shu aybdorlik hissini qisqaroq tushuntirib ketmoqchiman sizlarga. Aybdorlik hissi juda ham sizni dushmaningiz, juda ham sizga zarar keltiradigan narsa. Nimada? Hozir misol tariqasida tushuntiraman. Ichingizda bormi? Bolasini urib uxlagandan keyin yig'lab, bolasini silab, kechirim so'rab, afsuslanib o'tiradigan onajonlar bo'lsa, qo'l ko'tarib yuboringlar. Qo'l ko'tarib yuboringlar. Qo'l ko'tarib yuboringlar. Urib qo'yganidan keyin, bola uxlab bo'lganidan keyin afsuslanib, mana jonlanib ketdi hamma. Qo'l ko'tarib yuboringlar. Mana nechta qo'lni ko'ryapman. Mana shu bolani urishganingizdan keyin, baqirib qo'yganingizdan keyin, jazolab qo'yganingizdan keyin, tanbeh berib, qattiq gapirib qo'yganingizdan keyin, bola uxlaganidan keyin o'tirib, sochini silab, boshini silab, kechirim so'rab, o'zingiz qat'iy majburlab, sen yomon onasan, sen shunaqa xato qilding, sen shunaqa bolangni ezding deb o'zingiz aybdorlik hissini ichingizda qo'zg'atishingiz, biling siz eng katta dushmaningiz. Eng katta dushmaningiz. Aybdorlik hissi bu bo'lgan voqeadan faqat xulosa chiqarishimiz kerak. Tak, o'tiramiz. Nima bo'ldi? Nimaga men sirvatsiya qildim? Nimaga shu yerda o'zimni qo'lga ola olmadim? Nimaga shunaqa portalab ketdim? Nimadan boshlandi bu? Qaysi vaziyat meni shunga olib keldi? deb o'ziga o'zi tahlil qilib, o'ziga o'zi xulosa chiqarish o'rniga mazza qilib o'zini o'zi koyib, ayblab o'tirgan onalar statistika bo'yicha katta ehtimol bilan keyingi janjalda, keyingi shunaqa sirf bo'lganda bolasini undan ham qattiq, undan ham yomon urishib qo'yadi. Bu ilmiy statistika. Nimaga? Chunki bitta ozgina murakkabroq narsalar gapiraman. Miya qanaqa ishlaydi? Psixikani asosiy vazifasi bizani himoya qilish. Psixikam, Alloh bergan psixikamizni asosiy vazifasi bizani himoya qilish. Bizga noxush bo'lgan, bizga yoqmaydigan, bizga bir qanaqadir azob berayotgan voqea hodisalar psixikani asosiy vazifasi bizani himoya qilish va siz o'zingiz koyib, o'zingizga ssenariyni bo'rttirib, bolamni urib qo'ydim, men yomon onaman deb o'zingiz koyayotgan holatingizda psixika o'ziga o'zi nima deb fiksировать qilyapti? Bu yomon holat. Ya'ni siz psixika uchun xo'jayinsiz. Xo'jayin uchun bu yomon holat bo'ldi. Xo'jayinni bu narsa azoblayapti. Demak, bu holatni biz oldini olishimiz kerak deb psixikada atilabdan siz o'sha narsani qilganingizda kechirasizlar, nohaq emasligingizni isbotlaydigan sizga yechimlar berishni boshlaydi. Bu katta ehtimol bilan mana konkret misolda keltiraman. Hozir ilmiy agar tushuntirsam murakkablashib ketadi. Konkret misolda keltiraman. Siz bolani urdingiz. Bolani urganingizdan keyin o'tirib o'zingiz aybladingiz. Psixika aytayapti. Menga kerak emas xo'jayin o'zini o'zi ayblashi. Bu juda og'ir tuyg'u, bu yomon tuyg'u. Bu xo'jayinni azoblayapti, deyapti-da. Psixika atilabdan bolangizni urganingizga loyiq ekanini sizga chizib topib ko'rsatib beryapti. Va keyingi janjalda siz shunga loyiq ish qilyapti-ku, shuni urmasdan hal qilishi iloji bormi deydigan kartinani oldida turib qolyapsiz. Bu holatga uchraganlar 100% hozir meni tushunishdi. Tushunganlar 100 sonini qoldirib ketinglar. Meni o'zimda ham birinchi bosh farzandlarim bilan bo'lgan xatolarim bu, shuning uchun bemalol bu haqida gapira olaman. Bu narsani bolalar bilan xato qilganman, lekin hozirgi holatda ilmiy asosini tushunganimdan keyin yondashuvlarimni o'zgartirganman. Demak, aybdorlik hissi sizni qaytanga bolangiz bilan yanada uzoqlashtiradi. Nima uchun uzoqlashtirishini men hozir sizlarga qisqacha tushuntirib berdim. Agar bu mavzu, aybdorlik hissi haqidagi mavzu sizlarga qiziqarli bo'lgan bo'lsa, savollaringiz qolgan bo'lsa, aybdorlik hissi deb postga kommentariyaga yozib ketsanglar, agar zaproslar ko'p bo'ladigan bo'lsa,
alohida shu aybdorlik hissi haqida dars o'tib beraman. Men o'ylaymanki, u ham sizlar uchun shikarniy, juda ham manfaatli bo'ladi. Ko'pgina qotgan xatti-harakatlaringizga ha, mana shunga ekanda degan bir holatga kelasizlar. Demak, aybdorlik hissini yig'ishtiringlar. Nima qilish kerak? Bo'ldi, bo'lar ish bu bo'ldi. Urushib qo'ydingiz, urib qo'ydingiz, jahl qilib qo'ydingiz, arazlab nima deydi, bir noxush holat bu bo'ldi. Bola ketdi uxlashga, o'tirib tahlil qiling. Siz uchun eng ongli, eng to'g'ri yechim bu tahlil qilish. Nima bo'ldi o'zi? Men kimga jahl qilgan edim? Mana men keyingi yechimim turibdi. Boshqa munosabatlarni tartibga solib olish. Katta ehtimol bilan siz boladan achchig'ingizni olmayapsiz. Siz kim bilandir qilgan kunduzi yoki bir kun oldin qilgan janjalingizni yig'ib konsentrat qilib bolaga sochdingiz. Mana shu munosabatlaringizni yo'lga qo'ysangiz, mana shu qaynanangiz bilan, turmush o'rtog'ingiz bilan, qaynagachingiz bilan, o'siningiz bilan bo'lgan ularga nisbatan ichingizda yig'ib etolmayotgan o'sha holatlaringizni, achchiqlaringizni, alamlaringizni tartibga solsangiz, ishoning, bola bilan ham munosabatingiz ancha tartibga tushadi. Ancha tartibga tushadi. Meni bermoqchi bo'lgan yechimlarim bor edi, lekin vaqtimiz tugab qoldi. Shunga Xudo xolasa sizlar bilan keyingi efirlarda bularni yana bo'lishaman. 9:30 bo'libdi. Hademay hozir erkaklar ham tarabuqdan sekin qaytishni boshlashadi. Ungacha yig' ter, idishlarni yuv, tayyorgarlik ko'r. O'zimizning ham ibodatlarimiz bor. Hozir qadr kechasini, shu 10 kunlik qadr kechasini topadigan zo'r, muqaddas, mo'tabar kechalarda turibmiz. O'sha gapirib o'zimizgina naqib qoldi. Va shuning uchun ham sizlarni ham vaqtinglarni olmayman. O'zim ham ishlarimni borib qilishim kerak. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman, lekin shu joyda juda ham katta ma'lumotlar berdim, juda katta keyslar berdim. O'ylaymanki, sizlarga foydali bo'ladi. Imkon qadar shu berganlarimni ozginasidan bo'lsa ham hayotingizga tatbiq eta olsanglar, men juda ham xursand bo'laman. Agar sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta fikringlarni yozib qoldiringlar. Agar bir Alloh rozi bo'lsin deb duo qilib ketsanglar, men ham juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Men ham ketkizgan vaqtimga roziman. Alloh rozi bo'lsin. Meni berayotgan sizlarga ilmimni sizlarga amal qiladigan yuqumli qilib qo'ysin. Men roziman, mendan men roziman. Amal qilsanglar, undan ham ko'p roziman. Sizlar uchun foydali bo'lsa, undan ham ko'p roziman va sizlar ham xursand bo'lib shu ilmlarni qo'llashinglarni sizlarga tilab qolaman. Ibodatda qoyim bo'lish nasib bo'lsin. Shu 10 kunliklarni, ro'zani ozgina kunlari qoldi, chiroyli sabr bilan o'tkazib olish nasib bo'lsin. Ro'za Ramazonda nimaiki niyat qilgan bo'lsanglar, Allohim a'lo darajada ortig'i bilan yetkazsin. Yana Xudo xolasa qayta shunaqa efirlarda uchrashish nasib qilsin. Sizlarga foydali bo'layotganini ko'rsam, bunaqa efirlarni ko'proq qilishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomlar. Sizlarni hammanglarni, ayniqsa boshdan oxirigacha o'tirgan mana qizlar bor, ko'rib turibman ularni. Hammanglardan minnatdorman. Sizlar shu o'tirib, qo'llab-quvvatlab yozganingiz uchun. Men yana ham ilhomim kelib dars o'tdim. Savollaringlar bo'lsa yozib qoldiringlar. Keyingi efirlarimizga ularni ham ochib berishga harakat qilaman. Alloh nasib qilgan bo'lsa yana efirlar qilamiz. Sog' bo'linglar. Xayr. Тебе не было